Pedagoglarga 50 yoshdan pensiya berilishi kerak. Alisher Qodirov. Milliy tiklanish partiyasi rahbari Alisher Qodirov o'qituvchilar mehnat sharoiti og'ir ekanini ta'kidlab, ular uchun pensiya yoshini 50 yoshdan belgilash zarurligini aytdi. 50 yoshdan keyin o'qituvchiga beraylik pensiya dedik, aytdik. Nimaga? O'qituvchi tomon bo'ladi. Lotchikka berasiz 45 yoshdan keyin, maxsus xizmat xodimlariga berasiz 45 yoshdan keyin pensiyani berib yuborasiz. Ijtimoiy agentlik seni qiziqtiradigan narsa. Berib yuborasiz. Nimaga? Ular og'ir sharoitda ishlagani uchun. Pedagog og'ir sharoitda ishlamaydimi? Pedagogga sharoitini yaratib bermagansiz, 50 ta bolani qarshisiga qo'yib qo'ygansiz. U 3 yil yashaganda, 30 yil yashagandek bo'ladi. Nimaga unga pensiya 50 yoshdan yo'q? Eslatib o'tamiz, avvalroq pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Murodbek Otajonov erkaklar uchun pensiya yoshi hozirgi 60 yoshdan 63 yoshga, ayollar uchun esa 55 yoshdan 58 yoshga oshirilishi rejalashtirilayotganini, bu jarayon bosqichma-bosqich amalga oshirilib, har yili 6 oydan qo'shib borilishi mumkinligini aytgandi. Xo'sh, sizning bunga munosabatingiz qanday? Albatta, buni izohlarda yozib qoldiring va sahifamizga obuna bo'ling.